Endi masala bo'lib turibdi. Men o'zimning klassik dadamning veligina motor qo'yib ketaymi yo bunga motor o'rnatishning yo'lini bir ko'raymi? Shu masala qiziq bo'lib turibdi bizlarga. Do'stlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun azam bilan bir ideya kelib qoldi menga. O'sha mashhur dadamning veligina motor qo'ysam ekan deyotirman. Mo'ynoqgacha bor deyotir ko'pchilik. Mo'ynoqgacha endi 300 kilometrda bir kunda bosib o'ta olmaymiz. Bu aniq ko'rinib turgan konkretniy zat. Lug'at esa ishlaymiz, bir kun, 6-kun yo bozor kun bo'sh bo'lamiz. Bir kunda borib bo'lmaydi. Shuning uchun sizlardan tavsiyangiz kerak. Hozir men yerga keldim. Amu Texno konga tashrif buyurdim. Xudo xolasa bu yerda har turli velosipedlar, boshqa narsalar bor ekan. Shohruxbek sot egasi, xudo xolasa bu vellarni tavsiya qilyaptir. Shohruxbek buning qanday afzalliklari bor? Buning afzalliklari, materiallari UV plastik aralashib ishlangan, ko'targanda yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi, to'g'rimi? Saka diskalari bor, shamolni kesish uchun. Bu shamolni kesadi. Shamolni To'shni. Zo'r. Skorslar, taqalarni ishlaydi, skorslardan normalniy. O'zingiz kelib haydab ko'rsangiz bilasizlar farqini. 4 skorsmi, 5 skorsmi? 5 skorslar. Yana do'stlarning tormozlaridan ajoyib zo'r kelgan diskalar kelgan. Menga yoqdi. Sizlar nima deysizlar? Mo'ynoqqa shunda borsaqmagan. Buni balonlarini qumda kirib ketmasligi uchun balondan o'zgartirish kerakmi? O'zgartirib beramiz. O'zgartirib berasizlar, ha? Endi masala bo'lib turibdi. Men o'zimning klassik dadamning veligina motor qo'yib ketaymi yo bunga motor o'rnatishning yo'lini bir ko'raymi? Shu masala qiziq bo'lib turibdi bizlarga. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirib ketinglar. Yo boshqacha variantlarni ko'rgan bo'lsangizlar, agar motorli variantlarni ko'rgan bo'lsangizlar, yozib qoldirib ketinglar, aloqa nomerlarini qoldirib ketinglar. Sayohatga yengil bo'lishi uchun, sayohatimiz yaxshi o'tishi uchun motor qo'yishimiz shart. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Kutib qolamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.